negadir la'natlangan olmoslar chiqmayapti. Nega bunchalik omadsiz mana? Nega bu chiqish yo'li toshlar bilan to'ldirilgan? Arti yaramasdagi tosh bilan to'ldirding, yo'lni men ham chiqishim kerak edi-ku. O'yin boshidan beri sandiq uy hayvonini yasamoqchi bo'lib yurgandik va vaqt yetib keldi. Biz uni yasadik. Qancha narsa sig'ar ekan? Voy xudoya, buning ichiga butun sayyora va yana 4 ta blok sig'adi. Nega buni ertaroq yasamadik? Nega yasamoqchi edik? Yasolmadik. Mana qo'ya, buning ichiga meni ham solib ol, charchadim. Qo'y, mana bu yerda it bor ekan, boqib olaylik. To'g'ri aytasan, bizga hamroh bo'ladi. Hozirroq boqib olish kerak. Bu yoqqa kel. Nechta o'rganasan? Bitta, ikkita, ikkita o'rgandi. Yaxshi kuchib ketdik. Endi biz birgalikda ov qilamiz. Dunyolarda yo'q qilamiz. Bu it doim men bilan birga bo'ladi. Yo'q, bu it ovlashni ham bilar ekan. Qani hozir ovchi itimizni tekshirib ko'ramiz. Qani bos, yo'q qil uni. Men senga ishonaman. Bitta sagarda 1 soatdan beri o'ldirib olmayotganda qaraganda, qonida haqiqiy ovchi qoni oqyapti. O'ldir endi. O'ldirsang-chi. 1 hour later. Mana qo'yat, bu kunni hech qachon ko'rmayman deb qo'rqib ketishni boshlagandim. Galyam, bu qishloqda ham galyam bor ekan. Faqat bu safar biz bu galyamga tegmaymiz. Chunki temirimiz shusiz ham yetarli. Bu qishloqda juda ham ko'p uylar bor ekan. To'g'rimi? Qishloqqa to'xta. Qishloqqa sen qaysi birligingni aytma, o'zim taxmin qilaman. Xo'sh, birisi boshini ko'proq qimirlatyapti. Ha, demak, katta ehtimol bilan tepadagisi. To'g'rimi qishloqqa? Seni topdimmi? Bo'lmas ekan. Sen yo'q. Xullas qishloqqa boshla. Mana shu mening binoyim va sen undan o'tishing kerak. Malabalo qilyapsan. Men ko'z urishtiryapman. Nima xalaqit berasan? Men bu bilan ko'z urishtiryapman. Hozir yutqazadi, qarab tur. Xo'y, bu eshik faqat men qarasam ochiladi. Sen million yil qarasang ham ochilmaydi. Parkur qo'shganim yo'q. Bir blokli parkur. Bundan yugurib chiqib ketsa ham bo'ladi. Qara, bu yerda sen nima qilish kerak? Bu olmoslardan bittasi mina. Sen haqiqiy olmosni topishing kerak. Bana bunisi chota sasyapti. Mayli, bunisini ko'raylik-chi. Bunisini yaqinlab ko'ramiz. Yaxshi bo'ladi. Meksika baribir legenda. Yana men ham legenda. Qarshi yer menimcha o'rtasi. Bu yerga sandiqni qo'yamiz. Sandiq o'rtada turibdi. O'rtada turishi juda ham muhim. Yo'qsa xunuk ko'rinadi. Xo'sh, qishloqiga qanday sovg'a qo'ysak ekan? Nima bor? Masalan, bu emas. Xo'sh, mana buni ismi nima? Mana stupek из полированного черного кирпича. Bugungi videoda maqsadimiz versak yasash. Seningcha bu oson bo'ladimi yoki juda ham qiyin? Menimcha o'zi Minecraftda versak birinchi bo'lib yasalardi-ku. Ha, qishloqqa, lekin meni hattoki ishonchim komil emas bu yerda versak tushiga. O maxluqni o'ldir uni, men mana buni sindirib olay. Yaramas, yondiryapti. Qoch qishloq, mana bu yerda suv bor edi-ku, ichdingmi shuni ham? O'zing ichding-da. Qishloqqa, bu yerdan beri ko'zing ko'rmayapsan. Nima bilan shug'ullanyapsan o'zi mana bu lucky blokda? Sindirib o'tiribsanmi? Ha, lucky blokni sindiryapman. Mana bu yerda hali ham suv bor ekan. Yaxshisi buni yopish kerak. Kimga kerak o'zi bu suv? Nimaga suv yo'qolyapti? Pastga tushib ketyapman.